Mana bu opani gapini bir eshitib ko'ringlar. Juda ham to'g'ri gapni gapirdi. Sizning fikringiz qanday? Izohlarda shaxsiy fikringizni yozib qoldiring. Yana nima aytayman? Bash Qobiljon o'lishidan oldin nimaga ona demagan, dada degan? Chunki dadasini himoyasini xohlagan. Har bir farzand baribir otasini himoyasini xohlaydi. Shuning uchun farzandlaringiz, otalar, farzandlaringizni tashlab ketmanglar. Kimlarni o'ylagan shu o'ylagancha shu farzandlaringizni o'ylanglar iltimos. Chunki sizlarni himoyalaringizni xohlaydi. Mana shu bolacha ham o'lishidan oldin shu dadasini nomini aytib bo'lgan. Nimaga ona demagan?